Umurtqa grijasi bilan og'rigan bemorlar uchun eng to'g'ri ma'lumotlar 1 minut ichida. Umurtqalar orasidagi disk ezilish hisobiga qaysi bir tomonga bo'rtib chiqishiga protruziya deyiladi, grija emas. Odatda MRT snimkada 3-4 millimetrgacha o'lchamda bo'ladi. Diskni yorilib ichidagi suyuqlikni tashqariga chiqishi esa grija deb aytiladi. Umurtqa grijasini yaxshi mutaxassis qo'li bilan ushlab ko'rib aniqlashi mumkin. Noto'g'ri, u mutaxassis yaxshi massajist bo'ladimi, manualshikmi, osteopatmi, farqi yo'q, qanaqa nomlanishidan qat'iy nazar, sehrgar tabib bo'ladimi, qo'l bilan ushlab ko'rib hech qaysi grijani aniqlash imkoni yo'q. Keyingisi ilisho'r va xolodez, payli ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish umurtqa disklarini yaxshi oziqlantiradi. Noto'g'ri, umurtqa disklarida oziqlantiruvchi qon tomirlari yo'q, shuning uchun ular diffuz oziqlanadi, ya'ni u atrofidagi to'qimalarni, asosan muskullarni harakati evaziga oziqlanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, umurtqasida muammosi bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying va bundan ham qiziq informatsiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.